BYD One Up Smart birinchi pozitsiya. Avtopilot hammalari bor, avtoparkovka, turistda yuradigani nomer taqilgan, tayyor. Hozir buni Nasiya savdoga bo'lib to'lash jadvalini hozir sizlar bilan ko'rsatib o'tamiz. Sizlar bilan ma'lumot almashamiz. Xo'p, endi mashinada o'tirib sizlar bilan One Up'da xarakteristikasi va uni jadvalini ko'rib chiqamiz. Hop, Telegram kanalimizga joylaganmiz. Mana shu jadvali One Up'da. Hop. Yana ko'rib turganingizdek, mashinaning boshlang'ich narxi 21.000 bo'ladi. Naqd pul bilan kelsanglar 21 bilan olishinglar mumkin. Mana ko'rinayotgan bo'lsa. Xo'p, bu o'zining narxi. Bu boshlang'ich narxi, boshlang'ich to'lov 4200. 4200 to'lagan holatda 3 oydan to 16 oygacha olishinglar mumkin. 3 oydan 16 oygacha. Yillik ustamasi 20%. Mana 20% bo'ladi. Shu 20% ustama har yilga 20% qo'shiladi. Boshida shartnomada o'sha keltiriladi. Endi agar 3 yillik oladigan bo'lsak, 4200 to'lagan bo'lsak, oyiga 747 dan to'g'ri keladi. Qolgan summa 16800 bo'ladi. Xo'p, endi qo'shilgan summa mana shu 21000 ga mana shu qo'shilib qoladi. 3 yil davomida 10080 dollar. O'zi asli 21000 bo'lsa mashina 20% bilan 3 yilga 10080, ya'ni 20% har yilga 1, 2, 3 yilga 60 bo'ladi. Yiliga 20 bo'ladi. Shuning uchun 10080 qo'shiladi. Xo'p, bu to'lash kerak bo'lgan summa bo'ladi 26880, ya'ni 4200 to'lagan bo'lasiz. Umumiy summa 31080 bo'ladi. Ya'ni 21000 mashinaning narxi 10080 qo'shilgan jam bo'lib 31080. Qolgan oylarga ham xuddi shu, mana 3 oyga oylik to'lov 5800 dan bo'lsa 16800 qolgan summa bo'ladi. Mana 840 qo'shilgan summa dollar to'lash kerak bo'lgan 17600. 21 ga 840 ni qo'shsak 21840. 20% qo'yilgan holatida. Mana 1 yilga hisoblasak, agar 21000 bo'lsa 4200 to'ladingiz, 1 yilga 1680. Har oyida bo'ladi. Har oyida to'lov bo'ladi. 1680 dan 12 oy to'lab boriladi. Ustiga qo'shilgan summa 3360 bo'ladi. 21000 ga shuni qo'shib qo'ysak 24000, mana jadvalda 24360. Mana jadvalni o'rganib oldik. Mana shu bilan hisoblab chiqiladi. 24 ga shu holat bo'ladi. 24 oyga, ya'ni 2 yilga 980 dollardan oyiga 6000 qo'shiladi. 6720 jam bo'lib 27720 bo'ladi. Eng maksimumi shu 36 oy, ya'ni 3 yil 747 dan to'g'ri keladi. 10080 to'lash kerak bo'lgan 26880 jami bo'lib mashinaning narxi 31080 ga aylanadi. Bu yerda tushunadigan narsamiz, demak bu firmada shunaqa qilib berilyapti. Endi biz o'zimizni mahalliy bozorlarda mana bu ko'rsatkich, mana shu ko'rsatkich 25, Toshkentda, agar Andijon vodiyda bo'lsa 30 bo'ladi. Ya'ni 30%, 20%, 25% Nasiya savdo chiqarilyapti. Boshqa rassrochka to'lov kreditlar boshqacharoq chiqadi. Endi uni taqqoslab ko'rasizlar. Lekin hozirda bu firmada shunday shu jadval bilan One Up chiqadi. Mana ko'rganinglar bo'lsa, shu men boricha tushuntirib berdim. One Up'da birinchi pozitsiya 400 yuradigan versiyasini hisobladik. Smart'ini, avtoparkovka, avtopilot, adaptivniy kruz kontrol, shunga o'xshagan narsalari bor. Ya'ni 12 ta kamerasi bor, 360 kamera bor, luki bor,
Xullas, maksimal nimalari yaxshi, boshqa mashinaga nisbatan yaxshi jihozlangan, elektronikasi ham va boshqa jihatlari ham yaxshi. Xo'p, kelsanglar, hozir shu variantda mashina tayyor turibdi. Shu fevral oyini 2026-yilgi fevral oyiga bu mashinalar tayyor sotuvda. Bitta pasport bilan kelasizlar. Pasport bilan kelib turib, shu yerda hujjatlar, shartnoma tuziladi. Shartnoma tuzib, firma o'zi shartnomasini siz bilan o'zaro shartnoma qilgandan keyin sizga mashinani chiqarib beradi. Nomer taqilgan tayyor olib ketaverasiz. Har oyda putovka beriladi. Bular nomida, firmaning nomida turadi mashina. Shu bilan to uzvogan siz nomingizga o'tkazib beriladi. Bundan oldin bu firma Honchi EQM5 mashinalarini chiqargan. 2 yildan beri faoliyat yurityapti shu yerda, Index mashina bozorida. Bu firma katta firma, Xitoy firmasi hisoblanadi. O'zlari olib kelishadi, o'zlari modellarini o'zlari olib kelib, o'zlari shunaqa qilib sotishadi. Murojaat qilishinglar mumkin yoki bizni kanalimiz bor. Mana shu kanal Elmobil jihoz kanali. Shu yerda nima qilishinglar mumkin. Mana nikimiz, agar nima qilamiz, Elmobil kichikcha Elmobil jihoz deb kirsanglar bo'ladi. Shu kanal bizniki. Shu yerga kirsanglar, Telegram kanalimiz. Misol musofir bo'lib yurgan birodarlarimiz bor, akalarimiz, ukalarimiz. Shu yerdan turib savdo qilishinglar imkoniyatinglar ham bor. Shu kanal orqali kirsanglar, Telegram orqali bog'lanaveramiz. Telefon raqamlarimiz mana bu yerda yozib qoldirilgan. O'zi tagida mana 92 010 69 26. Ismim Jasur. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Hozir biz Index bozorida turibmiz. Mana shu yerda men faoliyat yuritaman. Ya'ni mashinalarni kanalga qo'yib, YouTube kanaliga qo'yib, reklama qilib sotishga yordamlashaman. Ya'ni brokerman. Shu yerda mana mashinalar ko'p. Hozir atroflardan ko'rsatib qo'yaman. Index bozorida bu yerda naqd sotadiganlar o'ta ko'p, naqdga. Endi hozir ko'proq xitoyliklar kelgan. Mana atrofimda aylanasiga mashinalar bor. Hozirgi kundagi mashhur modellar hammasi bor. Shu kanalga murojaat qilsanglar, shu orqali yozishamiz. Elmobil jihoz. Men telefon raqamim shu. Ya'ni YouTube kanaliga qo'yib qo'yaman. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Qanaqa model kerak bo'lsa, aloqa o'rnatib sizlarga o'sha to'g'risida batafsil ma'lumot beraveramiz. Mana bu yerda ro'paramizda Xiaomi turibdi, Aito M7, mana Zikr, mana ro'paramizdagi Zikr 9X modellari bor. Hammasi bor. Shu yerda boricha modellarni xarakteristikasini sizga qiziqtirgan mashinalarni topishga men yordamlashaman. Hozir bizda shu mashina shu holatda bo'lganligi uchun shu jadvallarni tushuntirib sizlarga e'lon qilib qo'ydim. Alloh nasib qilsa, yaxshi kunlarda shu mashinalar xizmat qilsin. Niyat qilgan bo'lsanglar, albatta Alloh yetkazsin. Bemalol murojaat qilaveringlar. Doim xizmatinglardamiz. Telefon raqamimiz doim ishlaydi 24/7. Telegram ham doim ishlaydi. Bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Assalomu alaykum.